Shunaqa uyqu yaxshi bo'lmasa, sog'liqqa, asabga ta'siri bor lekin. Yotoqxona bo'yicha top foydali ma'lumotlar faqatgina siz uchun. Siz like bosib turing, biz boshladik. And if you hear this and then go and bend your back, go and bend your knees, baby. Odam o'rtacha 7-8 soat uyquda bo'ladi. Bu vaqt oralig'ida salomatligingizga hech narsa zarar yetkazmasligi kerak. Yotoqxonada mebelda faqat keraklilarni qoldiramiz. Shkafni maxsus nishaga joylaymiz, sababi ustida chang yig'ilmasligi uchun. Devorlarda arzonchi, zararli dekor qoplamalar o'rniga ekalagi toza bo'yoqlardan foydalangan ma'qulroq. Mebel materiallari ham sog'lig'ingiz uchun zararsiz bo'lishi kerak. Oq chiroqlar uyquni qochiradi. Shuning uchun yotoqxonada issiq chiroqlardan foydalangan ma'qulroq. Sifatli matras uyqu davomida umurtqani to'g'ri ushlab, bel og'riqlarini oldini oladi. Poldan chiqqan issiqlik toza kislorodni kamaytirib, odamni behalovat qiladi. Qolaversa, poldagi changni havoga ko'taradi va siz uyqu davomida bu havodan nafas olasiz. Radiatorda kattarog'ini qo'yib, polda isitmaganingiz ma'qul. Yotoqxonada televizor, notebook, telefon yoki shunga o'xshagan har xil gadjetlarda bo'lmagani yaxshi. Uni o'rniga birani yoqib qo'yib, maza qilib kitob o'qib, uxlaganga nima etsin? Bizga obuna bo'lishni unutmang. Bo'lmasa bunaqa qiziq ma'lumotlarni o'tkazib borasiz.